barcha farzandlari yaqinlar nomidan eng baxtli inson qilamiz. Birgalikda qanday? Yüreğiniz yayınlamayınız konu. Yaşayın bu dünyada. En vakti insanlar var. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkurang budaya seperti apa sih belajar sebenarnya? Kamu apalagi yang sekian orang lagi bahasa sama terima. Gelecek hayatlarınızda hamisha muvaffaqiyatlar tilayman. Qolaversa bugun mana shu xonadonning go'zal sohibasi. Farzandlari uchun mehribon ona. Hamisha qo'llari duoda bo'ladigan, yaqinlari uchun juda ham jonkuyar, softali, kamtarona insonimiz. Feruzaxon opajonimiz uchun bittaga o'tirasiz, qarsangilar bo'lsin. Ana shu Feruzaxon opajon tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Ilohim uzoq bo'lsin. Martabangiz bundan-da ziyoda bo'lsin. Bugungi shaxsiy bayramingiz muborak bo'lsin. Yana bir yoshga ulg'aygan shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Har bir o'sgan qadamingiz muvaffaqiyatli, barakali bo'lsin. O'zingiz xohlagandek, albatta o'zingiz xayolan orzu qilgandek ertaklardagidek baxtli hayotda yashab, umr o'tkazishingizni tilakdoshmiz. Farzandlarga bosh bo'lib, rohatlarni rohatda ko'rib, inshaalloh mana shu fayzli xonadoningizni sohibasi bo'lib qolishingizdan, yuztaga kirib hassasiz yurib, inshaalloh shu farzandlarga suyanib farzandlikni o'tkazishingizdan yana va yana tilakdoshmiz. Alloh yaratgan mana shu go'zal farishtalik chehrangizni esa hech kim ko'rgu tabassum tark etmasin. Hamisha ko'zlaringiz quvonchdan porlasin. Allohning o'zidan o'zgaga muhtoj aylamasin. Alloh taoloning eng suyukli bandasi bo'lib yashang. Mana shu qo'lingizdagi bahorni gullariga o'xshab, hamisha go'zal, yosh, nafron bo'lib qolishingizni tilakdoshmiz. Opajon qarang, bugun shukrona kuningizni unutilmas qilishni xohlagan inson. Aynan kim bo'lishi mumkin? Sizni qattiq yaxshi ko'radigan inson. Umri davomida sizdan qarzdorligini aytgan. Bu hayot uchun kattakon rahmat. Yelab yurgani uchun, hayotning mashaqqatlari, postu balandlariga hammasiga chidagani uchun, farzandlarim yaxshi hayotda yashasin, hech kimsadan kam bo'lmasin deb kecha kunduzni kunduz demasdan biz farzandlarni mana shunday darajaga yetkazgani uchun, yaxshi hayotda yashashga undagani uchun kattakon rahmat. Onajon, sizning duolaringiz sababli hech qachon kam bo'lmaydi. Mana yashamoqdamiz, baxtlimiz, hamma niyatlarimizga yetyapmiz, albatta sizning duolaringiz sababli. Onajon, bu hayot siz borligingiz uchun go'zal. Inshaalloh hamisha yuzingizni yorug' qiladigan, sizga rahmatlar keltiradigan, albatta beshik quchib allalar aytgan bedor sirlaringizni oqlaydigan, sizga loyiq farzand bo'lishga biz va'da beramiz. Sizni qattiq yaxshi ko'ramiz. Sizdan jannat qarzimiz bor. Inshaalloh kavatullohlarga ham olib borishlikni Alloh bizga nasib qilsin deb sizni qattiq yaxshi ko'radigan farzandlaringiz
Yaqinlaringiz nomidan chin qalbimizdan muborak bo'lsin. Bo'limdek kirib kelsa xonamga farishtaga o'xshar deyman aslida farishtalar o'xshar mening onamga. Ming donadan oyda tushar zehni bor, dunyolariga yetib ortar mehri bor. Ardasidayam o'zgacha bir sehri bor. Farishtalar o'xshar mening onamga deydigan farzandingiz uchun hamisha sog' va salomat bo'ling. Har bir topganingiz yaxshi kunlarga, yaxshi to'ylarga, nabira chevaralar to'ylariga nasib qilsin. Opajon, albatta xursand bo'lgan bo'lsangiz, yuzingizga ozgincha bo'lsa ham tabassumlashgan bo'lsangiz, marhamat yaqinlar farzandlar uchun bitta avvalo yaxshilik o'zingizdan eshitamiz. Kızlarıma, oğlanlarıma rahmet. Yok geldim. Sağ ol oğlanlar olayım. İstesem sağlama işler. Sağlama işler kadar. Hemen iyiyse taşıyor, rahatlığı. Rasta karnımızda ya, Türk'ün saçını. Rahmet. Rahmet kızlarım. Rahmat, salomat bo'ling opajon, umringiz uzoq bo'lsin. Kelajak hayotingiz hamisha muvaffaqiyatlarga, omadga, baxtga to'la bo'lsin. Albatta bugun yer ko'kni larzaga solib, bizning yaqinimiz, jigarimiz tavallud topgan kunlari, umrlari uzoq, tana joylari sog' bo'lsin deb xonadoningizga yaxshi niyat ila qadam qo'ygan hurmatli opa-singillarimizga ham tabriknomalarni eshitamiz. Xush kelibsizlar opajonlar, marhamat. Tug'ilgan kuning bilan tabriklayman. Xudoyim hamdam bilan denklari shu bola chaqani rohatini ko'r. Xudoyim bergan yoshni dilayman sana. Sog' bo'l hamisha, sog' yurgaysan. Xudoyim bola chaqani baxtini uzoq yasha. Güvenin. Men ham uzoq yosh dilayman. Hamdam bilan uzoq umr ko'rsin. Bolalarning rohatini ko'rsin. Hemşe yaxshi kunlarda shunday qatnashib o'tirganmiz birga. Uzoq yashaymiz. Menem de bizden uzoq yaşaydı. Şifatına hemşe toyduk diyeceğiz Xudoyim. Soyulgi bağlarını baktığına kiyo'ga Habib Imomjonov tabriklayman. Uzoq yashaysin. Yana uzoq umr deyman. Hamisha o'ynab bilsin. Keyfini nomdan tabriklab qo'yaman. Xudoyim imtiyozlar kelganlar shu 18 yashar bo'ldi. Tabriklayman. Uzoq yashang. Hemşe baxtınıza sağ olun. Hem zaman bilan uzoq yashab shu Habibning to'ylaridan bosh bo'lib yuring. Xudoyim undan bog'alarini boqish nasib etsin. Uzoq yashang. Rahmet kızlar. Seni təbrikləmək istəyirəm. Çatam bilən denk karın ixlas etmək toyundanam. Birgə gülüb oturuş nəsib etdim. Bizənin baxtımızda, ağayların baxtına sağ salamat olun. Rahmat, rizqingiz uzilmay bo'lsin ziyoda. Xonadoningiz to'ri fayz nurga to'lsin. Farishtalar qo'llab tursin duoda tavallud kuningiz. Yana bir bora muborak bo'lsin. Marhamat, hurmatli opajonimiz. Ya. Benim şu etkimi uzak yaşlıyken hemşe ailesinin vaktine bak. Sağ olsun. Şu ıhlaslık toylarında ben şundatı oturma. Hemmemize hiç bilen olduğunu düşünsem, hemen şundatı oturarken. Esasisi, ne desem ekende, silah-i rahim. Boshim qo'ying. Boshim qo'ying bugun hoy qo'yingizga. Hali bo'lgan to'la mehr daryosoyingizga. Mehribonim, janajonim. Boringizga shukur onam, boringizga deydigan farzandlaringizni ham tabriknomalarni eshitamiz, marhamat. Eng
bebaho tilaklar eshitamiz degan umiddamiz. Shu paytgacha onajon bolangizga shukur, yaxshi ko'raman deb aytmagan bo'lsangiz, marhamat fursat yetdi. Aytib qo'yishlaringiz mumkin. Apa Xudoyingiz yoshlariga egasiz, yuzdan musiqa sanaysiz. Duoyingizdan keyin ham to'ylarimizga yo'qirmaymiz. Balansi baxtdan sog' bo'lin, aqllaringiz baxtiyor. Biz yurgan ko'ra insonlarni tabriklaymiz deganman. Tabriklaymiz Xudoyimdan mahmudda hamisha yaxshi egasiz. Sog'ligingiz ko'rincha bo'lsin. Tabriklar. Assalomu alaykum. Yeah. Tabriklar aytaman, kimlarning baxtiga sog' bo'ling, o'ylab bo'ling, yomon ko'rishimdan bo'lsin. Hamma yoshlariga Albatta onalar baxtiyordir deyishadi. Ilohim sizlarni davringizda davr o'tirib eng baxtli farzand bo'lib yashasizki, mana shu farzandlaringiz ham. O'zingiz kutgandek, sizlar xohlagandek. O'zingizni ushalmagan orzu umidlaringizni ushaltiradigan sog'lom farzandlar bo'lsa. Bulardan mana qoriya nabiralar, chevaralar ko'rishlik baxti sizlarga nasib qilsa, eng asosiysi qarilik yashdir. Rohat farog'da qo'shganingiz bilan qo'sha qarib, bir-biringizga suyanib o'tkazing deymiz. Shirqatlarimizni marhamat kesib qo'yishingiz mumkin vaqtdan yaxshi e'tiborlaysiz. Albatta sizlar uchun eng zo'r ashulalarimizdagi. Qani yana